Bo'yinga o'ralishni xavfli taraflarini aytib o'taman, xavfsiz taraflarini. Bola odatda kindik uzunligi 40-60 santimetr uzunlikda bo'ladi. U suvni ichida yashaydi. Bolaga kindigidan kindik sohasidan uzun arqonga o'xshab chiqqan bo'ladi. Endi o'ylaylik, suvni ichida bola uzun arqonga 60 santimetrli ipga o'xshagan narsa bilan, arqon bilan yashaydi va u harakat qiladi. Harakat qilish davomiyligida bola jon bo'yniga o'ralib qolishi mumkin, qo'liga o'ralib qolishi mumkin, oyoqlariga, qorin sohasiga, xohlagan joyiga o'ralib qolishi mumkin. Va bola suvni ichida, bu yana chiqib ketishi mumkin. Bu xavfli holat hisoblanmaydi. Agar biza mana bu 37 haftagacha bola bo'yniga o'ralgani, ya'ni bola aylanib olish jarayonida 37 haftagacha aylanadi, bilamiz. 37-38 haftagacha bola bo'yniga o'ralgani xavfli hisoblanmaydi. Ya'ni biz qon aylanishlarni ko'rib qo'yamiz. Kindik o'ralgan joydan oldindan va kindik o'ralgan joydan keyingi sohalarda qon aylanishlari ko'riladi. Agar qon aylanishlari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu xavotirli emas. O'zimiz kutamiz kindigi chiqib ketishini va o'shanga qarab turib taktika qilsak bo'ladi. Bir xil aytadi, emaylab yuringlar, sajda holatida turinglar, pol artinglar, kindik chiqib ketadi. Yo'q. Bunday holatda kindigimiz chiqmaydi. Ba'zi payti boshqatda 3 marta ham o'ralib qolishi mumkin bo'ladi. Ba'zi holatlarda chiqib ketishi ham mumkin bo'ladi. O'sha uchun biz bu asoslanmaganligi hisobiga pol arting, emeylang, unaqa qiling, bunaqa qiling deb tavsiyalar bera olmaymiz. Faqat kindigi o'ralganda bilishimiz kerak, bolada qon aylanishi yaxshimi? Agar bolada va onada qon aylanishlari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, faqatgina bu holat kuzatiladi. Biz kuzatamiz nablюдениеda. Hozir endi bizani ayolimiz o'tgan hafta necha haftada keluvdingiz? 37 haftada murojaat qilganlarida bo'yniga kindigi 2 marta o'ralgan va u tugoy holatda emas edi, ya'ni tugunli holatda emasdi. O'sha uchun biz ayolimizga 38 haftaliklarida bir qator kelib ketsangiz, ko'rib qo'yamiz, tug'ruqqa yaqin chiqqan chiqmaganligini dedik va ayolimiz bizga mana 38-39 haftada murojaat qilyapti. Bo'yinlarida kindik 2 marta o'ralishi bilan. Xavotirli emas, qon aylanishini ko'rdim, yaxshi ekan, ko'nglingizni xotirjam qiling. Biz sizga faqat bu nima uchun kerak? Tug'diradigan vrachimiz в курсе bo'lib turishi kerak, bilib turishlari kerak. Чтобы bola bo'yniga 2 marta o'ralgan, ya'ni bola boshi chiqmay qolsa yoki qanaqadir holat bo'lib qolsa, vrach bo'yniga o'ralganligini inobatga olish kerakligi uchun, ya'ni boshini kutib uzoq vaqt boshi tushmayapti deb kutib o'tirmasligi uchun bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi, o'zimiz uchun va vrachni ogohlantirib qo'yish uchun. Odatda 37-36 haftagacha o'ralishi va umuman bir xillarda 16-17 haftada ham vrachlar kindik o'ralishi deb yozib beradi. Dash protokolga 16-17 haftada kindik o'ralishini yozish shart emas. Bir kunda bola bir marta o'ralib, 1-2 marta chiqib ketishi yoki qayta-qayta o'ralib chiqib ketish holatlari bo'ladi. Shu uchun buni ayolni bunday holatlarda qo'rqitish kerak emas. Bu qo'rqinchli holat sifatida qarash kerak emas. Agar bolajonni bo'g'ib qo'ymagan bo'lsa yoki bo'lmasa o'sha tugunli bo'lib qolmagan bo'lsa, xavotirli emas. Faqatgina bu holat kuzatiladi. Agar kindik uzoq vaqt davomidan beri bo'yinga o'ralgan holatda turgan bo'lsa, bunda ham albatta kuzatib, qon tomirlarida o'tkazuvchanligini ko'rish va KTga tekshiruvni amalga oshirish kerak bo'ladi. Kardiotokografiya. Hozir sizda bo'yniga o'ralishi xavfli emas, ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'ladi, muammoli narsalar yo'q. Faqatgina hozir tug'diradigan vrach uchun yozib beramiz. Двухкратное обвитие deb vrachimiz tug'dirish jarayonida buni inobatga oladi. Balki tug'ishgacha bu kindigimizni chiqib qolishi ham mumkin. Bu ham mumkin. Bu strafovkalanmagan. O'sha uchun shunaqa. Kim agar kesir va secheniya bilan tug'adigan bo'lsa, bo'yniga o'ralishi mutlaqo tug'ruq jarayonida xavfsiz hisoblanadi. Ya'ni vrach uni o'zi qo'li bilan oladi va bo'yindagi kindikchani chiqarib yuboradi. O'sha uchun qizlarjonlar, kindik o'ralganda panikaga tushmaymiz, to'g'ri taktika qilishimiz kerak, nablюдениеda ultrazvuk tekshiruvda bo'lishimiz kerak va u tugun bo'lib qolmaganligiga ishonch hosil qilib, bolajonimizning harakatlarini kuzatib borishimiz kerak bo'ladi va tug'ruqdan oldin albatta ultrazvuk tekshiruvdan o'tib, qon tomirlarida qon harakatlanish tezligini baholatib, ya'ni dopplerografiya tekshiruvdan o'tib qo'ysanglar,
maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushundingiz? Siz yaxshisiz va sizni bolajoningiz yaxshi. 2 marta o'ralgan bo'lsa ham xavfli emas. Bola atrof suvlari yaxshi, kindik o'ralgan joyida tugoy aniqlanmadi va bolajonimizni bo'yinchasiga botib kirgan joy yo'q. Mana kindikchasi turibdi. Xudo xolasa, qo'li yengil yaxshi vrachga tushsangiz, eson-omon tug'ib olasiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi kindik o'ralishi. Tushundingiz? O'zingizni ehtiyot qiling, eson-omon tug'ib bag'ringizga bosib oling.